Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram jamoatul muslimin, Payg'ambar alayhissalom o'zlarining hadislarida aytganlarki, men sizlarga ikki yo'lni qoldiryapman. Mana shuni mahkam tutsalaringiz hech hargiz adashmaysizlar. Bu Allohning kitobi, mana hadisim deganlar. Mana bu joyda aholi hammasi 95% o'zbek bo'lganligi uchun men anaqani ma'ruzani o'zbekcha qilaman. Sizlarga ertaga tushunmay qoldi degan gap bo'lib yurmasin. Har bir narsada Allohning Qur'oniga, Payg'ambar alayhisalomning sunnatlariga suyangan holda inshaalloh bir narsani yetkazib berishlikka men harakat qilaman. Birodarlar, Payg'ambar alayhisalom mo'min bir tana deganlar. Agar uni bir joyga tikon kiradigan bo'lsa, butun badani og'riydi deganlar. Shuning uchun men bir 2-3 ta masalada shetda anchadan bir ko'p yillardan bir siyg'asi chiqib yurgan masalani sizlarga tushuntirib ketmoqchiman. Birinchi masala Juma namozini sunnati. Bu sunnat asli qanaqa? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bir daraxtga chiqqanlarida oyoqlari kichkina, o'zi kichkina odam bo'lganlar. Chiqqanlarida oyoqlari kichkina ekan, shunda sahobiylar kulishgan ekan. Kulmalaring degan ekanlar. Qiyomatda tosh og'ir bo'ladi deganlar. Qiyomatda tosh og'ir bo'ladi deganlar. Shu odamni aytganlarki, yana Payg'ambar alayhisalom kim Qur'onni qandoq nozil bo'lganida eshitaman desa, Ummul Abdan eshitsin, ya'ni Abdulloh ibn Mas'uddan eshitsin deganlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuni Payg'ambar alayhisalom duo qilganlar. Tafsir ulamolarining otasi deyshadi bu odamni. Butun tafsir ulamolarining otasi. Shu odam ikkalovlari aytishadiki, Abdulloh ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar. Bu hadis xo'p Zodul Ma'odda keladi. Bizga Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Mas'ud buyurardilarki, Juma namozidan oldin 4 rakat sunnat o'qishlikni, Juma namozidan keyin 4 rakat sunnat o'qishlikni bizga buyurardilar dedilar. Yana bu narsani yaqinda bir eshitib qoldimki, buni Imom Buxoriy bilan Imom Azam ham shunga buyurishgan ekan. Shuning uchun Juma namozidan oldin 4 rakat, Juma namozidan keyin 4 rakat sunnat o'qib qo'yinglar. Meniki aytib qo'yishlik mas'uliyat. Endi 2 rakat uyga borib o'qiyman degan odamlar bo'ladigan bo'lsa, uni shartlari bor. U to'g'ri chiqish kerak, vallohu alam, kelgan yo'l bilan emas, boshqa yo'l bilan ketish kerak, hech kim bilan gaplashmaslik kerak. Shunday qilib borib o'qiyman desanglar, borib o'qinglar. Bu menimcha vallohu alam hech kim qo'lidan kelmaydi. Shaxsan men qo'limdan kelmaydi. Bu bitta masala. Ikkinchi masala namozdan keyingi zikrlar haqida. Payg'ambar alayhissalom oldilariga kambag'al sahobiylar kelishdi. Aytishdiki, "Ya Rasululloh, boy sahobiylar bizdan o'tib ketishdi. Ular sadaqat qilishyapti, qul ozod qilishyapti, kambag'allarni to'ydiryapti. Biz shunda ulardan orqada qolib ketdik." Deganda Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Sizlarga bir narsaga dalolat qilib qo'yaymi? Sizlar o'zlaringizdan oldingilarga yetib olasizlar, birga kelayotganlardan o'tib ketasizlar" dedilar. "Ha ya Rasululloh, dalolat qilib qo'ying" deganda Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, farz namozidan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar desalaringiz
shularga yetasizlar. Ya'ni qul ozod qilganning savobi bu yerda bundan tashqari bir qancha savoblar aytilyapti. Shu savoblarga yetasizlar dedilar. Shunda yana bir o'sha kambag'al sahobiylar kelishdiki, "Ya Rasululloh, boy birodarlarimiz ham buni qilishyapti" deganda keyin oyatni o'qidilar. Alloh xohlaganiga xohlagan narsani berar ekanda dedilar. Beradi dedilar. Berar ekanda emas, beradi dedilar. Bu bittasi. Ikkinchisi, salom berilgandan keyin bizda astag'firullohning 3 marta aytilgandan keyin bir ozgina duolar bor. Duolar aytib bo'lingandan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar. So'ngida la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Lahul mulk va lahul hamdu va ala kulli shay'in qodir. deb aytilsa, muttafaqun alayh kelgan hadis Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan. Mana shunday aytilsa, uni gunohi dengizi ko'pigicha bo'lsa ham kechiriladi deganlar payg'ambar alayhisalom. Nima chiqib ketayotgan birodarlar, gunohinglar yo'qmi? Shunchalik tozamisizlar? Bir o'ylab qo'yinglar. Shuning uchun birodarlar, juma namozini o'qib bo'lgandan keyin ham, boshqa namozlardan keyin ham men sizlarga shu narsalarni aytishni taklif qilardim. Bu bittasi. Ikkinchisi, yana payg'ambar alayhisalom aytdilarki, kimki farz namozini o'qib bo'lib, namozning oxirida oyatul kursiyni o'qiydigan bo'lsa, uni jannatga kirishligiga o'lim to'sib turadi xolos deganlar. Ya'ni hammamizni jannatga kirgimiz keladi. Jannatga kirishni xohlaysizmi? Namozning oxirida oyatul kursiyni o'qib qo'ying. Faqatgina o'lim to'sib turadi xolos. Bu men aytayotgan hadislar hammasi kitobda keltirilgan. Birodarlar, hayot past baland bo'lib ketaveradi. Past bo'ladi, baland bo'ladi. Bir kun 15 kun yorug' bo'lsa, 15 kun qorong'u bo'ladi. Ertaga ya'ni birovni boshiga bir musibat yetadigan bo'lsa, hozirgi kunda masalan ikkita bola qamaldi. Men aytgan edim chiqib kelgan paytimda, yoqib akam ayollar o'lgan kuni aytgan edim. Undan keyin mozoratda bir ikki marta aytdim. Telefon o'ynamalaring dedim. Palonchi pistonchini eshitmalaring dedim. Aytildimi? Aytildi. To'g'ri aytildi. Mana yaxshilab bilib olinglar. Har birimizni o'sha diniy ma'ruzalarni ko'rib o'tganimizni bilmaydi deb o'ylamanglar. Ya'ni o'rischada bitta anaqa borki, против лом нет прием, если нет второй лом deydi. Shunga o'xshashgan buni telefonni ishlab chiqargan odam hammasi oldin hammasini jigiga charin отчетini beradi. Ya'ni hamma narsa bo'lmasa ham 90% narsani o'sha yuqorida o'tirgan xalq qavmsizlik komiteti bilib o'tiradi uni. Nima ko'ryapsan? Kelyaptimi, teolog gaplashyaptimi sizlar bilan? Gaplashyapti. Teolog kelib gaplashyapti. Imomlar aytyapti va hokazo narsalar bo'lyapti. Oxirida bo'lmagandan keyin bitta uradi. Nima bo'ldi? 8 yil uni ushladi, 8 yil buni ushladi. Men qo'rqitmoqchi emasman. Men yetti ko'rib kelgan odamman. Ammo lekin bitta narsa alam qiladiki, men menga o'xshab issiq joyda o'tirib namoz o'qimaysan. Ertalab 6da podyom deydi turasan, 10da adboy deydi uxlaysan. O'shaning ichida alhamdulillah Qozog'istonda ancha masalan turmalarda yengillik bor. Bemalol masalan namoz o'qishga o'sha o'zini abed va hokazo narsalardan bo'sh vaqtingda namozingni o'qib olasan. Bunga ruxsat bor. Keyin Qur'on o'qiydigan anaqalar ham bor. Endi bu degan kurort degani emas. Ehtiyot bo'llaring. Komitetda odam o'zi kelib o'tirib aytayapti. Men eskartib qo'yayapman. O'risda aytadi pinay nasiba deydi. Qozoq aytadi
o'z o'boling o'zingga deydi. O'zbek aytadi, uvoling o'zingga deydi. Ertaga qamalib ketadigan bo'lsang, uvollaring o'zlaringga.